boy yalinib yuraveradi Sulaymon payg'ambarga, Sulaymon alayhissalomga. Siz qushlarning tilini bilasiz, men ham biladigan bo'ling, men ham biladigan bo'lar. Bo'pti. Chidaysanmi? Chidayman. Bo'pti. Duo qildilar. Qushlarning gapiradiganini o'rganib oldi. Hovlisida yotsa ikkita qush gapirayotganmish. Ertaga qo'ylari harom bo'lib qoladi buni. Bir balo kelyapti qo'ylarga. Dedi, "Obora hamma qo'yni kechqurun sotib yubordi." Ha, o'rganib olganing yaxshi bo'ldi. Bir kundan ketdi, qo'ylarga bo'ladigan balo endi moliga kelyapti. Sigir, otlariga. O'lib ketsa nima bo'ladi deb, ularni ham borib sotib yubordi. Xursand yotuvdi. 3-4 kundan keyin hali qishdi, moliga, qo'ylariga kelgan baloni bu ustalik qildi-yu, endi ertaga o'zi o'ladi, balo o'ziga keladi. Deganda shuni eshitib yuragi yorilib bo'ldi. Molingizga bir balo kelsa, insondan maqsad bolayizga va o'zingizga bo'shatsa bo'ladi. Küçük orayı dağ duvaradiganlar var. Yutağı olup kaçar mı? Bir atı olup kaçar. Ey insan! O'zing olup. Bozordan koyunu attırırsan Xudo pul berganda. Bolang-chi. Hech tushunolmayman bir xillar shu bir-biri bilan arzimagan narsalarda dushmanlashib, bir-birini dilini siyoh qilib, bir-biriga ketidan toshlarni otib, balo, musibat, sinov keladi hamma.